Assalomu alaykum ahli YouTube, yaxshimisizlar? Men bugun Tbilisiga keldik. Bugun o'sam bir ishlayotgan pomidorli palagidan bir ozroq lavha qilaman. Eng oxirgi qatorlarimiz, ya'ni o'rta yo'lakdan kiriladi parnikka. Bu eng oxirgi joyi. Mana palagimiz ahvoli. Уже tonnadan oshdi ob'yomimiz. Doğrusu bu sefer 2 tonnaga boradi nasib bo'lsa. Mana bu virus tushgan. Virus tushish oqibatida barglar ochilmagan. Lekin hosil yaxshi, yomon emas. Mana tepaga kelib ochilib ketgan barglar. Farmayot sepildi. O'shaning hisobiga ancha yaxshi. O'sha 1 2 3 4 5 6 ana 7-chi pog'ona. Mana bachki chiqib ketibdi. 8 9 bo'lib ketgan o'sha mana bir xillar. Tashlariga o'sarlarmi? Xo'p. Pomidorimizda ahvollari mana shunday. Birinchi pog'ona o'sha 3tasi ketibdi, bittasi qolibdi bir xilda. Ikkinchi pog'ona bu. 6 ta. Armaniston bor 6 ta. Ikkinchi pog'ona. Bu 4-chi pog'ona. Menimcha 3 bo'lsa 4. Juda zich tuyibdi. Eng chekka joylar, eng yurilmagan, ko'rsatilmagan joylar bu yerda. Burada soya bo'lib turadi asosan. Mana bu 2-qavat haligacha bor. Soya bo'lib turgan hisobiga sal orqada qovdi bo'ldi. Lekin mana kun qizigandan keyin naborot soya pomidorni katta qilishga xizmat qilyapti. To'rt rasm yerda yotibdi. Hammasi tayyor. Hala ko'z tegmasin, juda zo'r. Mana shular uzilib ketdi yaqinda simlari. Tepadagi simlar uzilib ketib yerga tushdilar. Yerga tegib qolibdi. Buniki hala ko'z tegmasin, zo'r. Endi narx-navo qimmatla boshladi. Bizda Surxondaryoda kecha 29 mingga chiqib ketdi. Yakshanba kuni. Bozorlar. İkinci pog'ona, birinchi pog'ona. İkinci pog'ona 6 ta bor. Maşallah. Hammasi 150-200 gramlik. Zo'r. Yaqinda kaliy sulfat bilan magniy sulfat berdik, semirtirishga donni. 3 kun bo'ldi. Ancha katta bo'lib ketdi, yerga bo'lib ketdi bu yoqda. Bu qayrilib qolgan ko'rgan bo'lsangiz. Shunda ham qarang. Odamlar ko'plar buni baylab chiqadi barikka, ko'tarib. Shunda ham qarang qanaqa hosil bergan, qayrilgan joy bo'lsa ham. So'q o'tmay qoladi dedi, kattarmay qoladi dedi. Lekin yaxshi. Shukr, zo'r, maşallah. Pomidorlarimiz zo'r.
qizarish davom etyapti, yaxshi. Alamina sorti juda zo'r ekan. Sal virusga chidamsizligini aytmaganda kilo berishi qattiq ham hosil zo'r berar ekan. Hosilda 3-4 tadan kamida bo'lsa ham 500 gram 600 gram bitta pog'ondan olsa bo'ladi kamida. Buni ko'paytirsangiz 7 ta pog'onaga 3,5-4 kilodan olsangiz bo'ladi har bitta ko'chatdan. Unday olish, bu natijani olish juda qiyin-da. Chunki biz 3-4 yildan beri ekib ko'rganmiz, 2,5 kilodan uzoq ola olmaganmiz hosilni. Yil xudo xohlasa 3 kilodan ziyod olish niyatimiz bor. Balkim 4 kilo bo'lib qolar. Kuzatib boringizlar, yana ertaga terimdan qo'yaman nasib bo'lsa. Bugun bizda yomg'ir, ertaga ham jurosa yomg'ir deyapti. Ko'rib boramiz-da, nima bo'ladi. Lekin quyosh chiqib turibdi, yomg'ir yog'sa ham.